Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashiga 25 nafar deputatimizdan 18 nafar deputat ishtirok etyapti. Kvorumimiz yetarli. Sessiya ochiq to'g'risida qanaqa takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Sessiyamizni ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyamiz ishida tuman hokimining o'rinbosarlari, korxona tashkilot rahbarlari, ommaviy axborot vositalari rahbarlari ishtirok etmoqda. Hurmatli deputatlar, avvalo biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga nomzod etib 13-Tog'usoy saylov okrugidan saylangan deputat Sadirov Jamshid Ergashev nomzodni taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, shu nomzodni o'z qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Deputat Sadirov sessiya kotibi etib saylandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyamiz kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiyamiz kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilmoqda. Birinchi, Bo'ston tuman obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'minlash bo'yicha 2026 yil uchun dastlabki manzilli ro'yxatni tasdiqlash to'g'risida. Ikkinchi, Bo'stonliq tumanida 2026 yil 1-mavsum ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida eng ko'p ovoz to'plab g'olib bo'lgan takliflarga fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan mablag' ajratish to'g'risida. Uchinchi masala, Bo'ston tuman hokimining huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risida. To'rtinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 448-son qaroriga asosan Bo'ston tumanida amalga oshirilishi belgilangan vazifalar to'g'risida. 5.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2026 yil 12 martdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika byudjetining viloyat byudjetlarining, Toshkent shahar byudjetining, tumanlar va shaharlar byudjetlarining qo'shimcha manbalarini aniqlash hamda ulardan foydalanish tartibiga solishni takomillashtirish to'g'risidagi 325-sonli qarori to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Kun tartibiga yana qo'shimcha takliflar bormi? Agarda qo'shimcha takliflar bo'lmasa, ushbu kun tartibini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar? Yo'q. Kun tartibimiz tasdiqlandi. Endi sessiyamizni o'tkazish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif etilmoqda. Ma'ruza uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar, munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 5 daqiqagacha vaqt berilsa. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu reglamentni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Reglamentimiz ham bir ovozdan qabul qilindi. Endi sessiya ishini boshlaymiz. Endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala Bo'stonliq tumanini obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'minlash bo'yicha 2026 yil uchun dastlabki manzilli ro'yxatni tasdiqlash to'g'risida tuman hokimi o'rinbosari Islayev Akmal Hamidullo o'g'liga hisobotini tinglaymiz. Marhamat, Akmal Hamidullo o'g'li, so'z sizga. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qaroriga muvofiq Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash joriy ta'minlash ishlari bo'yicha 2026 yil uchun dastlabki manzilli ro'yxat shakllantirildi. Bunda jami 7 ta mahalla fuqarolar yig'inidan 22 ta ko'cha ta'minlash ishlariga rejalashtirildi va bunda umumiy 9 kilometr 385 metr yo'l, 35.200 kvadrat metr hajmdagi yo'l qoplamasini ta'minlash belgilangan. Umumiy loyiha qiymati 4 milliard 400 ni tashkil qiladi. Bundan 4 milliard 268 million so'mni asfalt qoplamasini sotib olish uchun, albatta boshqa xarajatlarga 132 million so'm qo'yilgan. Bu mahallalarning endi doimiy komissiyada eng ko'p muhokama bo'ldi. Oldingi shu marta muhokama qildik. O'zgartiradigan o'zgartirdik, joyidan kelib chiqib, hammaning ko'rib, haqiqatda muhtoj ko'chalar qo'yildi. Qoronquldan bitta ko'cha, Navro'z mahallasidan 4 ta, Dahanadan 3 ta, Markaziydan 4 ta, Sobraxiyevdan 6 ta ko'cha, Kichiksoy mahallasidan 2 ta ko'cha, Sijjak mahallasidan 1 ta ko'cha qo'yildi. Bunda asosiy bu ko'chalarning tanlanishiga sabab bo'lgan narsa birinchi ijtimoiy obyektlarga olib boruvchi yo'llar. Keyin eng qatnov qismidagi to'p bo'lgan mahallalar tanlab olindi. Keyin ahvoli eng xaroblar tanlab olindi. Bunda endi men bitta narsani qo'shib ketgan bo'lardim sessiyada. Ozgina tushunmovchiliklar bir-biriga zid joylar kelib qoldi. O'shani agar bitta taklif bo'lsa-da, mana shu prochi rasxodda moliyaga bitta taklif berardik-da, shu prochi rasxodni oshirish masalasini ko'rsatish kerak edi. Sabab 4 milliard 400 ichida-ku. 4 milliard 400 ichida mana qisqarishi mumkin yo'llarimiz. Masalan, qanchadir kilometr, masalan, nechadir kvadratga qisqarishi mumkin, lekin prochi xarajatni oshirib ko'rsatmasa, ozgina ertaga boshqa masalaga olib kelib qolishi mumkin. Negaki bu 4 milliard 268 million so'm faqat asfalt sotib olish uchundir. 132 million so'm u 4 milliardni o'zi обычно olib qaraganda prochi rasxod 20. Bo'stonliq tumanida 22.2%gacha. Minimalni 17.7%dan 22.2gacha bo'ladi. Lekin bizda 0.3% ko'rsatilgan. O'sha boshqa xarajatlarga nima kiradi? Boshqa xarajatlarga deganda ko'zda tutilmagan xarajatlar bo'ladi. Masalan, transport xarajatlar, transport niyatda qo'yilmagan. O'zi aslida loyihasini aytayotganda transportning 5% transportni rasxod bo'ladi. Nega bu asfalt sotib olamiz, lekin uni olib kelishni o'ylamaymiz. Tender qo'ygan odam.
bu faqat asfalt zavoddan ham zavoddan olib berasan deydi. O'sha transport xarajati o'sib turmagan. O'shani ham quruvchiga bo'lsak bo'ladi. Keyin joyida ishlatayotganda hozirda obodonlashtirish boshqarmamizda greder bor, katokimiz bor, samosorimiz bor, unaqa. Lekin ukladchik yo'q. Ukladchikka ham o'sha boshqa xarajatga qo'ysak bo'ladi. O'sha narsani taklif berardi, mayli. Bu ko'chalar qilinadi. Shundan keyin ozgina o'sha metrajida o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin quruvchiga oshirib bermasa sal qiyin bo'lib qoladi. Bu narsani fikrini ko'tarib, qattiqlarga xabar berib, doimiy komissiyani yig'ilishda ham aytib o'tdim. O'sha narsani bitta ko'rib chiqishimiz kerak. Bu ish davomida bo'laveradi. Bu hozirda taklif bu. Tushunadi. Ish davomida bo'laveradigan narsa, o'sha narsani bitta ko'rib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tasdiqlangan manzilli ro'yxatda mahalla aytilishi mumkin edi agar o'sha deputatlari bo'lsa. Endi bu mahalla bo'yicha doimiy komissiyada har bitta mahalla bo'yicha gaplashganmiz, aniq bilamiz hammasini. Bu menimcha shart emas, chunki doimiy komissiya ko'rib 3 marta ko'rdik-ku, ma'qullashdi. 3 marta ko'rdik. 3 marta ko'rildi. Har bitta mahalla ko'rib chiqildi. Bir xil chiqib qolgan mahallalar asfalt qoplamasi yaxshi bo'lgani uchun o'zgartirishga munosib qilindi. Qilindi, ma'qullagan komissiyasi.